2 yosh iste'dod Portugaliya klubi eshigini qoqmoqda. Qatar zaminida bo'lib o'tgan 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilarning jahon chempionati o'z nihoyasiga yetdi. Musobaqa davomida u o'zining shafqatsiz pressingi, harakatchanligi va o'yinni his qilish qobiliyati bilan ajralib turgan ikki o'zbekistonlik iqtidor Sadriddin Hasanov hamda Sayfiddin Sodiqov Portugaliya futboli e'tiborini o'ziga tortib oldi. Sport.uz saytining yozishicha, mazkur ikki yorqin nomzodni Braga klubi skautlari jiddiy kuzatgan va ularni rasman tibbiy ko'rikdan o'tish uchun Portugaliyaga taklif qilgan. Agar Hasanov va Sodiqov barcha test va sinovlarni muvaffaqiyatli o'tkazib olsa, yevropalik mutaxassislar ularga rasmiy shartnoma taklif qilishi mumkin. Bu o'zbekistonlik yoshlar uchun nafaqat klub o'zgartirish, balki Portugaliya chempionati kabi raqobat yuqori ligada o'zini namoyon etish imkoniyati hamdir. Turnirdagi ko'rsatkichlar: Sadriddin Hasanov 5 ta uchrashuv, 2 ta gol, 1 ta assist. Sayfiddin Sodiqov 1 ta gol, 2 ta hal qiluvchi uzatma. Ularning har ikkisi U17 terma jamoasining eng ko'zga ko'ringan futbolchilaridan biriga aylandi va O'zbekistonning play-offga chiqishida muhim rol o'ynadi. Portugaliyaning yuqori darajadagi klub tizimiga tushish esa ularning rivojlanishi uchun yangi bosqich, katta maydonlarga olib chiquvchi eshik bo'lishi turgan gap. Muvaffaqiyatli sinovlardan o'tilsa, O'zbekiston yana ikki iste'dodli legionerga ega bo'lishi mumkin.